Tarix Hoca Muhammed Varaqladım ten gülxanlarını, Quyosh muzlab yatqan osmonni ko'rdim. Varaqladım çöl barxanlarini, Yıldızy qurib ketgan hicranni ko'rdim. Varaqladım ruh isyanlarini, Meşrep dargı isilgan jarayonni ko'rdim. Shahar sahrolardan ketdi yiroqlab, Taşlar yatar saydı yelin yanchilab, Deryalar aqar ansız qirg'oq qag'jirab. Bir siqim to'pini alsam qo'limga, Mahallem yuyun vitibdi kindiq qinimda. Bir chimdim qumni alsam qo'limga, Atlar kishnab ketdi shu an jinimda. İçip ko'ksimni o'tmi to'shik bo'lib ketgan qalqonni ko'rdim. Ilib qalqonni, ruhim uxlab yotgan ayvonni ko'rdim. Shaharda yashayman, daryo ko'llarni uyimga boshlab, daraxtlarni shishalarga qachilab yeyman. 10 qavat binoning palampiyida qarab sadiq tilavatgan ikki odamga, Tarim cho'lida to'gisiga minalmay vatgan karvonni ko'rdim. 2002 yili martda Xotanda yozilgan.